Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Siz Qalb sadosi audio kitoblar kanalidasiz. Bugun biz siz bilan birgalikda muallif Ilhom Qahhorovning juda ta'sirli va hayotiy voqealardan iborat bo'lgan "O'qing, faqat yig'lamang" kitobini mutolaa qilishni boshlaymiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, videoga layk bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi qismlarni tezroq chiqarishga yordam beradi. Demak, kitobda birinchi hikoya "Farishtaning duosi". Uni kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelishdi. Kuchli zarbalardan ichki a'zolari ham yorilib ketgan edi. Tezkor guruh chaqirmagunicha qadar bu ishni kim qilganini shifokorlar bila olmadi. Bolaning tepasida izillab yig'layotgan ona ko'ksiga mushlar, ammo nimanidir yashirayotgani ko'zlaridan ma'lum edi. Tergovchi bola bechoraning katta odamning tepkisi tufayli shu ahvolga tushganini aniqlaguncha u sun'iy apparatiga ulangan, joni qil ustida edi. Shundagina ayol erining ishlari yorishmay alamini ichkilikdan olayotganini aytib, ko'zida yosh bilan iltijo qildi. Ichib kelganlarida oshxonada edim. Odiljon yo'lakda o'ynayotgan ekan. Yosh bolada dadasining qay ahvolda kelganini bilmay muzqaymoqqa pul so'rabdi. Ko'rganimda shu ish bo'lmasdi. Afsus, uning ahvoli yomonlashdi. Qo'llaridan kelgan choralarni ko'rib, yetkazilgan jarohatlar hayot bilan zid ekanidan ilojsiz qolgan shifokorlar onaizorni uning oldiga kirgizishmadi. Koma holatida yotgan bolakay qo'llarini o'pib yig'layotgan onasining ovozidan o'ziga kelib ko'zlarini ochdi. Og'zi tirkalgan sun'iy nafas olish apparatini olib tashlab, gapirishga chog'landi. "Oyijon, men muzqaymoqqa emas, dori uchun pul so'ragan edim. Yuragingiz sanchayotganini aytgan edingiz. Shunga..." U oxir nafas ola boshladi. Ammo shoshib qolgan doktorlarni to'xtatib, gaplarini aytib olmoqchi ekanini ishora bilan tushuntirdi. "Oyijon, yig'lamang. Dadam endi ichmaydi. Ichmay o'lsin, seni shu ahvolga solgandan ko'ra oyoqlari sinsa bo'lmasmidi? Oyijon, qarg'amang. Oyoqlari sinsa yura olmaydi-ku." U eshikka umidvor termildi. Agar hozir otasi kirib kelsa, bag'riga otilib mahkam quchoqlashga tayyor edi. 2 soat avval ko'zi qonga to'lib, vahshiylarcha do'pposlagan Ma'lunni emas, bir vaqtlar yelkasida ko'tarib, u bilan o'ynagan, do'konga yetaklab chiqib, o'yinchoqlar olib bergan mehribonini so'nggi bor ko'rgisi keldi. Umidi so'ngach bir daqiqa turgan tergovchini yoniga chaqirdi. "Melisa tog'a, iltimos, dadamni qamamang. Ular juda yaxshi odam. Mana ko'rasiz, yana avvalgiday yaxshi dada bo'ladi. Chunki men farishtaga aylanib, uni har doim duo qilib turaman." Turli jinoyatlarni ko'raverib, ko'zi pishib ketgan tajriba organ xodimi o'zini to'xtata olmadi. Ko'zlarida shoshqator yosh qo'yilib, bolaga va'da bergachgina uning joni uzildi. Ammo qonun har qanday va'dadan ustuvor edi. Oilasi va boshqa bolalari borligi inobatga olinib, yengilroq jazo tayinlandi. Ota bu gunohini ko'tara olmay, qamoqdayoq joniga bir necha marta qasd qildi. O'la olmadi. Panjara ortidagi xo'jayinlar esa mahkum atayin shu gunoh bilan yashashi uchun uni jazolamadilar. Mijjalariga qilqigan yosh bilan voqeani hikoya qilib bergan onaizorga yuzlandim. "Eringiz qamoqdan chiqibdi. Endi ichmay qo'ydimi?" U chuqur xo'rsindi. Qo'lida 5 yoshlardagi shiringina o'g'lining jilmayib turgan suratini ko'rsatar ekan, ovozi titrab javob berdi. "Ha, insof berdi. Ammo kattalarning aqli kirishi uchun shunday farishtalarning ko'payishi shartmikan? U dadasini tushiga kirganida ham faqat duo qiladi." Ushbu voqea har bir ichuvchi kishiga ibrat bo'lishi kerak. Aqlli insonlar boshqalarning boshiga kelgan yaxshiliklardan o'git olib, yaxshilikka intilishlari lozim. Yomonliklardan ibrat olib, ulardan uzoqroq bo'lishga harakat qilishlari va o'zlarini saqlashlari shart. Ichkilik kishini qay ahvolga solishi,
hatto vahshiy qilishi mumkinligini ko'ryapsiz. Aqli bor odamlar bundan ibrat olishlari kerak.